Avvalambor qishlog'im aziz insonlari. Xudo andala, qarindosh urug'lar, ona suyog'idan kelgan aziz mehmonlar, hammangni xush kelibsizlar. Nuri deydi. Bugun sizlarni qo'y qadaminglar meni boshim, bizlarni boshimiz. Kelganinglar uchun ming marta rahmat. Mana shu aziz to'y bolalar, Ilohim umringizni uzun bo'lsin. Xudoyim bergani chin bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Katta bo'lsin, yaxshi insonlar bo'lsin, oilasiga, eliga, yurtiga, jamiyatga kerakli yaxshi bir o'qimishli insonlar bo'lsin bular. Kelayotgan kelin qo'y qadamlik bo'lsin. Serfarzand, serlavlat bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar. Allohdan olislarda yurib Xudoyimdan tilayman. Suhonalijon, Shuhratjon, Alisherjon, Hamrojon, Ilohim qo'shganinglar bilan qo'sha qarib, mana shu ukalarimga bosh bo'lib, farzandlaringni, uylagan farzandlaringni hammasi baxtli, saodatli bo'lib shularga bosh bo'lib beringlar. Allohimdan tilagim borman, yo'qman. Umrim oxirigacha sizlarga yaxshi tilaklarni tilab beraman. Baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar. Yil aldi bo'lib yuringlar ilohim. Hamisha xonadoninglar to'yxona, murodxona bo'lsin. Bu dasturxonlar hamisha to'ylarga yozilsin, yaxshi fikr yozilsin. Rahmat buvijon, sog' salomat bo'ling. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Osmon to'la yulduz bo'lsa ham, oyni o'rni boshqacha. Dunyo to'la odam bo'lsa ham, ota-onam o'rni boshqacha deb so'z navbatini otajonimizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qishlog'imiz ahli, opa-singillar, qarindoshlar, uzoq yaqindan kelganlar, xudo andalar, hammanglarga bugun xush kelibsizlar deb aytaman. Qadamingizga asomat. Mana shu Biloljon, Bunyodjon yaxshi insonlar bo'lsin. Umrlari uzun bo'lsin. Mana yoshlarimiz ham intizor, bobojon, intizor Ilohim baxtlari ulug' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu davrada mana shunday qilib kelib izzat hurmat qilib o'tirganinglar uchun sizlarga ming marta rahmat. Hammanglarni mana shunday yaxshilik kunlarga, nevara to'ylarga yetkazsin. Kelganinglar uchun rahmat. Biz ham shu akamni gaplariga qo'shilamiz. Shu onaxonlar, opaxonlar hammaga xush kelibsizlar. Ikkita nevaramni sunnat to'yiga. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Hammanglarni xush kelibsizlar deymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizning xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammanglar xush kelibsizlar. Oldingizga qo'yilgan nozik ne'matlardan olib, yeb o'tiringlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu vassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi vasallam. La ilaha illalloh va lillahil hamd. Aziz hamqishloqlarim, qarindosh urug'lar, aka ukalar, ini-singillar, balarim, nevaralarim, hammanglarni umringlar uzoq bo'lsin, tani joninglar sog' bo'lsin ilohim. Hamma vaqt to'ylarda yuringlar. Bir yozuvchi aytgan ekan, do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir koshona ham. Mana shu bugun mana shu katta sahnani to'ldirib turgan qishlog'imizning aziz mehmonlari, Tuvarakdan kelgan, O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelgan aziz mehmonlar to'ldirib turibdi. Bu sahnaga fayzi farishta kirib turibdi. Xush kelibsizlar Nuri deydi, toji sar hammanglar. Bu kelin kuyovni baxtini bersin Allohim. Qo'sha qarisin, qo'sha piri badavlat bo'lsin, o'g'illi qizli bo'lsin. O'g'illarni, farzandlarni o'zlariday baqil qilib, yaxshi odam, fazilatli qilib tarbiyalasinlar. To'y bolalar katta bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin, yaxshi zo'r yigitlar bo'lib, mana shu qishlog'imizga
yaxshi xizmat qiladigan, to'y tomoshalarda yugurib, elib odamlarning hojatini chiqaradigan yigitlar bo'lsin iloyim. Hammani yaxshilik kunda to'y tomoshalarda yuringlar. Hammani uyida, xonadonida yaxshi kun to'y tomoshalar bo'lsin iloyim. Hammani Xudodan so'raganim qishlog'imizni o'sha haj safariga borib kelsin, umralarni ziyorat qilib kelsin. Qishlog'imiz musulmon obod, bu yana musulmon obod bo'lsin. Assalomu alaykum. Qariyadan kelgan mehmonlar, kelganlaringiz uchun rahmat. Mana bugun Boqon bog'larning xonadonlari, ularning farzandlari Shohradolini to'yining farzandlari Bobojon bilan Bunyodjonning sunnat to'yi bo'lmoqda. Men ularga umid tilayman, baxt tilayman. Kelajakda mana shu o'rtalarda katta yigit bo'lib, elga xizmat qilib, vataniga xizmat qilib, sog' salomat bo'lishlarini Xudodan so'rayman. Nevaralarim Bobojon bugundan e'tiboran bir yo'ldoshi intizorjoning nikoh to'ylari bo'lmoqda. Men bularga baxt tilayman, umid tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun men nevarachalarimning sunnat to'ylari xush kelibsizlar hammanglar. Men ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Olarda kuyovcha bo'lsinlar. Chatda qatnasholmagan qarindoshlarim nomidan ham baxt tilayman bularga. Ammajon. Avvalambor hammamizni shu xonadonga jamlab, go'zal dasturxon boshiga yig'gan ulug' Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Hammanglar xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hammanglarga. Bugun ukajonim xonadonida to'y tantanam, qo'shaloq to'y, qo'shaloq bayram. Jigarlarim, bobojonim baxt to'ylari, Biloljonim bilan Bunyodimiz sunnat to'ylari. Ushbu kun bizning hammamiz uchun o'ta quvonchli kun. Ilohimgina kelayotgan kelinimizning qadami qutlug' bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'lsin, uvali juvali bo'lsin. Biloljonim bilan Bunyodjonim ilohimgina eng kam bo'lmadi deganda Akbar Ali bobosiday, Anvar bobosiday el ardoqlagan insonlardan bo'lsin. Qolaversa, rayonimizdan chiqqan Ishoq Razzoqovday elni umrbod yoddan chiqmaydigan insonlardan bo'lsinlar ilohimgina. Shu bolalarimizga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt va saodat tilayman. Hammamizni ushbu yerga jamlanganimizga Allohimga ming bora shukrlar aytaman. Assalomu alaykum. Ushbu xonadonga kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana shu oilamiz nomidan Bobojonga hamda intizorga, mana to'y bolalar Biloljon va Bunyodjonga hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Hammalari sog' bo'lsin, baxtli bo'lsin. Hammalaring xush kelibsizlar.